Bir oy oldin otamni qabrga qo'ydim. Qanday amallar orqali otamga savob borishi mumkin? Iltimos barchasini sanab o'ta olasizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Endi barcha yaxshiliklar savobini bag'ishlasa yetib boradi. Hammasini sanashning imkoni yo'q hozir. Ayniqsa xayr sadaqa, ehsonlar, faqir miskinlarga xayr ehsonlar qilsa, savobini otasiga bag'ishlasa, tilovat Qur'on qilsa, zikr tasbihlar aytib turib bag'ishlasa ham bo'ladi. Sadaqa joriyalar eng yaxshi sadaqa joriya ya'ni to'xtamaydigan amallarni qilib otasiga bag'ishlab qo'ysa, masalan, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarida bog'larini ehson qilganlar onasi uchun. Bog' turadi, bog'dan kim yesa yeydi, foydalanadi, savobi onasiga borib turaveradi. Shunisiga sadaqa joriyalar, masjid, madrasa, ko'prik, maktab, yo'l qurib qo'yib turib, shuni savobi kim foydalansa, savobi onamga deb qo'ysa, eng katta yetib boradigan, otamga deb qo'ysa, eng katta ishni qilgan bo'ladi. Bundan tashqari ham vaqti bilan duolarda eslab, tilovat Qur'onlar bilan imkon qilganda xayr va ehsonlar bilan savoblarni bag'ishlab turishlik, bu o'tganlarning haqqiga duo qilishlik sirasiga kiradi. Ahli sunna va jamoa bizning e'tiqodimizda qilingan amallar, duolarning savobi albatta o'tgan marhumlarga yetib boradi. Vallohu a'lam.